Хамдана Пана на самом деле очень честный человек, прямолинейный человек. И это очень уважаемый человек. И, конечно, это большая потеря для Татарстана, не только для Татарстана, а для Башкортостана, для всей России, потому что ее знают везде, любят везде. Она очень уважительно относится к молодым. То есть, вот мы буквально неделю назад только созванивались, Хальдар Белешев, просто вот спонтанно, ничего не прося, просто Хамдана Паниси Хальдар, все, ребят, улам, яратам, минда яратам, в общем, так поговорили, и вчера проснулся со слезами на глазах, вот, узнал такую новость, это, не знаю, сегодня весь город приехал прощаться с ней, с Республики Башкортостан приехали тоже, поэтому это очень уважаемый, любит ее народ. Хамдана апа birinchidan zo'r harf bilan Kashindu buyuk shaxs degandu, uning yordamlari, uning to'g'ri so'zlari, uning meni sahnada mana nindigina buyuk bo'lsa-da, uning buyukligi qadiylikdadir deb o'ylayman. U bizni yosh buvinni ustundirib, qanotlantirib, umidlantirib, davay apayim bo'ldirasiz, apayim degan yoritib aytadigan so'z bor-ku, apayim davay deb qanotlantirib turdi. Yo'g'olma, ishla, yumruqni yo'qoltma, sikirib tal, deyib tal, jig'lab tal, g'adi bo'l deya turgan edi. Mana shu so'zlar hozir hatto mening aytgan so'zlari. Hali yaratib aytar, apayim ovozing to'liqqan bo'lsa-da tikirma, bir kimda quvonmay, bilan обижательlar ayt, so'g'ishga boramiz deydi. Mana shunday shoyan tilli. Mana biz onun yanında big belakay, ham endi o'zimiz daraja bo'yicha big belakay bo'lsak, u bizni o'zining plankasına qo'yib so'zlashabildi. Ham o'zi bizning fikrni xohlab yoshlarcha so'zlashabildi. Shunga ko'ra menga big sayr durustdan da alifdan tugilgina kurishib birga chiqish yasagan edik. Shunday sayrgina o'rliq. Durustdan. Tinchlanib yotsin. Uni jannatdan. Amin.